Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Elmurod Haqnazarovning yangi 2025-yilgi konsert dasturidan olingan video lavhalar bilan tanishib chiqamiz. Asosiy nuqta bu yerga ota-onasiga qilingan qo'ng'iroq bo'ldi va otasini betobligi tufayli ular konsertga kela olishmagani, lekin butun xalq ularga sog'lik, salomatchilik tilayotganligi haqidagi videoga qaratilgan. Albatta ota-onalarimizni hurmat qilib, ularni e'zozlab, duolarini olsak maqsadga muvofiq bo'ladi va duo olgan inson o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Hozir biz birgalikda bo'lib o'tgan konsertdan lavhalarni ko'rib, tanishib, fikr-mulohazalarni albatta qoldiramiz degan umiddaman. Biz videolarni boshladik. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz, tuzimsiz? Konsert tugadi. Birinchi kun Xudo xohlasa yaxshi o'tdi. Iloyim tuzalib qoling. Kelishingizni xohlayman va sizga butun muxlislarimni otashim salomlarimni yetkazaman. Klassikoda 11-dan oldingida forma kiyaman deganman, lekin siz syomka qilishingiz kerak edi. Qani telefon? O'rtoqlar, assalomu alaykum. Butun O'rta Osiyo. Sizlarga Real Madrid muxlisini ko'rsataman. Butun boshli xalqlar do'stligida Endi uzr so'rayman. Sizga ziyorat ana bir Real ustiga chiqib ketdi. Xohlagan joyda yurish kerak. Ishkal konsert. Sekeraga chiqasizmi? Aka. Ya. Men chiqsam olib chiqishadi. Aka. Ya. Men chiqsam olib chiqishadi. Salom. Barsa. Viska katta. Go'dani qara, qarzani o'zi bo'yga. Barsa degan nasha bo'lsa. Ular Real Madrid. Bu odamning ustidan kulishmas. Buyuk 2025da aytyapman xolos. Undan oldingi yil Real bunaqa edi. Barsa bunaqa edi. Mana buyuk. Otilib ko'rasiz. Salomat bo'ling. Yo'lda ko'rishib olasizlar. Обязательно yo'lda. Tomoshabin bo'lyapti, sen tezroq. Rahmat. Baxtli bo'l. Barsachilarni bitta jazolashtirib bor. Ne qilsalaringiz bo'ldi. 15 bo'ldi. Menimcha Barsa 15 ta kubok yutgungacha bu dunyo o'zgarib ketsa kerak. Qo'y bo'lsa kerak. Qarang, men topdim. Oxirgi payt o'zi realchilarga gapir. Qog'oz narxi oshganini agar hojatxona qog'ozidan bilayotgan bo'lsa bo'ladi. Tasavvur qiling, endi u qati bilan fikrlayotganini. Tohirbek mahkami. Biz bilan o'tirib so'rashganlarni bir paytlar o'zimiz o'tkazgan edik. Tohirbek, bayram soni bir qo'shiq aytsak bo'ladimi? Elton, nima deysiz? Boshlovchi. O'zidan so'rashaysiz meni. Mayli, agar xalq xo'p desa, aytib beramiz. Qara. Mümkün oddiy bir masala bor.
Güldüremem juda soz Kim oddiy bir masxaraboz Güldüremem juda soz Boshlovchini oldiga kirib chiqaman. Kel, to'g'ri. Ya chiq. Mazidin bu sizga aka. Bizni urus degan mo'yka homiyimiz bor. Shu sizga. Ko'p kitob o'qiganingiz uchun va yoshlarga kitob o'qishga majbur qilganingiz uchun. Bu mengami? Men ko'plarda o'qib bo'lganman. Bir farzandni voyaga yetkazib, uni oq yo'poq tarash uchun qancha yillar va qancha bedor turlar kerak va zarur bo'ladi. Undan tashqari, ota-ona o'zini jonini mana shu farzandi uchun umuman ayamasdan ter to'kib xizmat qiladi. Hozirgi videolardan ko'rib turganimizdek, otasi, onasi bir farzandni mana shu jamiyatga, millatga tanitish uchun va mana shu insonni jamiyat uchun, millat uchun kerakli shaxs bo'lib yetish uchun qanchalik qiynalib mehnat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu gap faqat Elmurodga tegishli emas, qolgan barcha O'zbekistondagi ota-onalarga taalluqli hisoblanadi. Chunki bizni o'zbek millatimizdagi, vatanimizdagi, jamiyatimizdagi, ona yurtimizdagi ota-onalar farzandi uchun jonini ham ayamaydi. Ya'ni kim farzandni bir kasal bo'lsa, betob bo'lib qolsa, kerak bo'lsa, o'z jonini berishga ham ota-onalarimiz tayyor bo'ladi. Ilohim ota-onalarimiz sog' va salomat bo'lsin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.